Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz iqtisodiy ta'limotlar tarixi fanidan Jon Meynard Keyns ta'limoti va Keyntschilik. Keyns ta'limotining vujudga kelishi, Keyns ta'limotining xususiyatlari, Keyntschilik va neo-Keyntschilik va Keyns ta'limotining hozirgi kundagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Bu asosiy vazifalarimiz. Jon Meynard Keynsni oladigan bo'lsak, bu o'sha olim tarixiy vaziyatda oladigan bo'lsak, bu 1929-33 yillarda buyuk depressiya bo'lgan bilamiz. Inqiroz, bu dunyo miqyosidagi inqiroz asosan Amerika Qo'shma Shtatini va Yevropa mamlakatlarini qamrab olgan. Uning oqibatida ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan. Yevropa mamlakatlarida maksimal darajasi 25% gacha chiqqan ishsizlik darajasini. Uning natijasi inflyatsiya sur'atlari ham ko'tarib ketilgan. Va hukumat olimlarga bevosita bunday holatdan chiqish nimasini yaratishini talab qilgan. Birinchi bo'lib bu amerikalik olim Jon Meynard Keyns qanday qilib mana shu mamlakatni inqirozdan chiqarish yo'lini nima qilgan ko'rsatib bergan. Mana bozor bu yerda aytyaptiki, shu keyin nima deyapti? Klassik iqtisodiy maktab nazariyasi, ya'ni bozor o'zini boshqara oladi, davlatning iqtisodiyotga umuman aralashuv zarur emas degan ta'limot mana shu davrga kelib sindi. Va chunki bu ma'lum bir inqiroz davrida, urush holatida albatta davlatning aralashuvi zarur ekanligi nima qilingan ko'rsatib berilgan. Shuning uchun bu yerda birinchi o'rinda Keyns, mana hozir ko'rib o'tamiz, deyilyapti. O'zining mashhur asari bor Keynsning, ish bilan bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi degan. U 1936-yilda chop etilgan. O'zining asari nomidan ham bilinib turibdi. Ish bilan bandlik, ya'ni aholini ish bilan band qilish, foiz va pulning umumiy nazariyasi, ya'ni deyilyapti foizlarning o'sib ketishi, foiz stavkalarini, bu bevosita inflyatsiyani sur'atini tabiiy darajadan bir necha barobar yuqori bo'lib kelishiga olib keladi. Shunday vaziyatda qanday chiqish yo'llari Keynsning ushbu asarida o'z aksini topgan deyilyapti. Keynsning asosiy yutug'i birinchi bo'lib iqtisodiy ta'limotlar tarixida makroiqtisodiy uslubga o'tgan. Keynsgacha bo'lgan davrdagi barcha klassiklar ham, marjinalistlar ham bu yerda mikroiqtisodiy uslubdan foydalanishgan. Ya'ni bu tovarning qiymati alohida, foydaliligi alohida, noyobligi alohida ko'rib chiqilgan bo'lsa, mamlakat miqyosida makroiqtisodiy, ya'ni yalpi ichki mahsulot deyilyapti, ishsizlik darajasi, inflyatsiya darajasini birinchi bo'lib o'rgangan. Bu nima? Keyns hisoblanadi deyilyapti bu yerda. Mana ijtimoiy mahsulot, yalpi investitsiya, yalpi jamg'arma va ularni o'rtasiga bevosita bog'liqlik ko'rsatib berilgan. Keyin psixologik qonuni mavjud. Keynsni o'sha psixologik qonuniga asosan samarali talab konsepsiyasini yaratdi. Ya'ni bu inqiroz sharoitida davlat talabni nima qilish kerak? Rag'batlantirish kerak. Ya'ni inqiroz bo'lgan sharoitda mana mehnat bozorida mehnatga nisbatan talab bor, yalpi talab va yalpi taklif borda. Yalpi talab deyilganda bu boyagi ish o'rinlarining yaratilishi, yalpi taklif deganda ishchilar o'zini ish kuchini taklif qilishganda taklif deyilyapti. Shunday sharoitda birinchi o'rinda davlat nima qilish kerak? Samarali talabni yaratish kerak degan. Ya'ni ish o'rinlarini davlat yaratib berish kerak. Hozirgi ham bu siyosat nima ekan mavjud. Mana kambag'allikni qisqartirish uchun ham nima davlat tomonidan siyosat olib borilyapti. Keynsni o'rganish nimasi predmeti va uslubi deyilyapti. Birinchi o'rinda u ish bilan bandlik muammosini tanladi. Qanday qilib ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan paytda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa mamlakatlarida aholini qanday qilib ish bilan nima qilish kerak, ta'minlash kerak masalasini ko'rdi. Bu yerda birinchi bo'ldi. Undan tashqari bu yerda o'sha narx masalasini deyilyapti. O'sha mahsulotga nisbatan narxlarning mo'tadilligini ta'minlash, ya'ni inflyatsiyani jilovlash masalalariga ham alohida e'tibor berdi. Keyin u kapitalizmni qoralab aytdiki, mana yalpi talab va yalpi taklif aytib o'tganimdek, yalpi talab yalpi taklifdan doimiy ravishda orqada qoladi degan tamoyilga asoslangan. Bu kapitalizmning nimasi? Surunkali kasalligi deb aytgan.
lekin bu nima deyilyapti? Ko'pgina o'sha Yevropa mamlakatlarida ham bu tabiiy holat hisoblanadi. Hozirgi oladigan bo'lsak, nima deyapti o'sha Gretsiyalarda ham oladigan bo'lsak, ishsizlik darajasi nima yuqori, ya'ni yalpi deyilyapti. Taklif yalpi talabdan nima qilgan? Oshib ketgan. Endi keyin ta'limotning asosiy nima deyilyapti? Xususiyatlarini oladigan bo'lsak, bu yerda mana ko'rib chiqamiz nazariyalari. Bu yerda samarali talab deyilyapti, keyin multiplikator samarasi, akselerator samarasi deyilyapti. Keyin qiyosiy ustunlik nazariyasi, likvidlik ustunlik nazariyasi nima qilinadi? Ko'rib chiqiladi. Endi mana bu C qonuni va samarali talab. C va keyin C kimda deganda, C bu nima deyilyapti? Boyagi klassik iqtisodiy maktabiga qarshi qo'yilgan nima deyilyapti bu yerda? Muqobil g'oyalarda. Ya'ni namoyandasi, Fransiyadagi asosiy namoyandasi edi. Bu aytganidagi taklif avtomatik ravishda o'zini nimasini, talabini keltirib chiqaradi deb aytildi. Ya'ni taklifdan kelib chiqqan edi bu. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar to'liq nima qilinadi? Sotiladi degan fikrni bildirgan bo'lsa, Keynes esa taklifdan emas, talabdan kelib chiqib o'zining konsepsiyasini yaratdi. Ya'ni yalpi talab o'z taklifini yuzaga keltiradi. Yalpi talab deganda boyaga nima deyilyapti? O'sha ish o'rinlarining yaratilishi tushunilgan, ya'ni deyilyapti o'sha mahsulotlarga bo'lgan talabning qondirilishi. U bevosita belgilanadi nima deyilyapti? O'sha ishchilarning holati bilan. Mana samarali o'sha taklif konsepsiyasi hozirgi nima tushuntirib berganimda, yalpi xarajat va yalpi mahsulot hajmi o'rtasidagi nisbat yalpi taklifni nima qiladi? Ko'rsatib beradi deyilyapti. Kutilayotgan daromad va mahsulot hajmi o'rtasidagi nisbat esa yalpi talabni aks ettiradi. G'oyasidagi yalpi talabdan nima qiladi? Yalpi taklif keltirib chiqariladi. Endi asosiy psixologik qonunni men sizlarga tushuntirib o'tay. Asosiy psixologik qonun Keynes aytgandek, insonlarda mana yalpi mahsulot bor. Yalpi mahsulot ikki qismdan iborat deyilyapti. Birinchisi nima deyapti? Iste'mol deyapti. Ikkinchisi nima deyapti? Jamg'arma. Insonlarda shunday moyillik borki, daromad o'sgan sari deyilyapti, iste'molga nisbatan bo'lgan jamg'arma o'sib boradi. Daromadimiz oshib borgan sari deyilyapti, o'zimizni ehtiyojimiz qondirgan sari deyilyapti, bizni jamg'armaga bo'lgan nimamiz ham oshib boradi deyilyapti. Mana samarali talab shundan keltirib chiqariladi. Bu yerda milliy daromad miqdori yalpi xarajatlar miqdori bilan belgilanadi. Mana milliy daromad Y bo'ladigan bo'lsa, S bu iste'mol xarajatlari, I bo'lsa bu investitsiyalar. Bu samarali talab ko'rsatib beryapti. Ya'ni ehtiyojni qondirish uchun va ish o'rinlarini yaratish uchun birinchi o'rinda iste'molni, investitsiyani hajmini nima qilish kerak? Ko'paytirish kerak. Mana boyagi psixologik moyillik, asosiy psixologik qonun insoniy daromadlar oshirish bilan iste'mol va jamg'armani ko'paytirib borishga inson moyil bo'ladi. Meni masalan oyligim 5 million oldin bo'lgan bo'lsa, hozir 10 million bo'lgan bo'lsa, 10 million bo'lganda men iste'molni ham oshirishga harakat qilaman, jamg'armani ham oshirishga harakat qilaman. Bu asosiy nima deyilyapti? Psixologik qonun hisoblanadi. Endi birinchi iste'mol funksiyasini oladigan bo'lsa, S boyagi deyilyapti ifodalanadi. Ya'ni daromadning oshishi bilan deyilyapti, daromad boyagi Y bo'lyapti, iste'molga nisbatan nima deyilyapti? Ehtiyoj osib boradi. S bu. Endi iste'molga bo'lgan moyillik ham ikkiga bo'linadi. Iste'molga bo'lgan me'yoriy moyillik bor va iste'molga bo'lgan nima deydi? O'rtacha moyillik bor. Iste'molga bo'lgan me'yoriy moyillik deganda daromadimiz o'zgarishi bilan iste'molga bo'lgan me'yoriy moyillik ham o'zgaradi. Mana bu deltani ko'rib turibmiz-ku. Pastdagi daromad oshgan sari iste'mol ham oshib boradi, lekin daromad oshganchalik emas. Masalan, bir oyligimiz olganda biz bir kunda uni yeb qo'ymaymiz, ishlatib qo'ymaymiz. Ma'lum bir qismini nima qilamiz? Jamg'arib qo'yamiz. Daromad oshayapti. Daromad oshgan sari iste'mol ham oshadi, lekin daromad oshganchalik emas. Chunki insonlarda iste'molga nisbatan moyillik bo'lgani bilan jamg'armaga nisbatan ham moyillik mavjud. Balki delta degan me'yor degan. Hamma narsa me'yori bor-da. Masalan, eng katta milliarderni ham o'sha Shveysariya bankidagi
hisob kitobini bitta nuqtasi borda. Chunki boyagi iqtisodiy resurslar nima qilgan? Cheklangan. Nima cheksiz bo'lishi mumkin? Cheksiz bo'lishi mumkin aholining ehtiyojlari. Cheksiz. Lekin bizning imkoniyatlarimiz chegaralanganligi uchun ehtiyojlarni qondirish ham nima qilinadi? Chegaralanadi. Endi iste'molga bo'lgan o'rtacha moyillik oladigan bo'lsak. O'rtacha moyillik bu boyagi nima deyilyapti? Nisbat bo'layapti. Nisbat, ya'ni oshayapti, milliy boylik, milliy daromad oshyapti, iste'mol ham oshadi. O'rtacha olinyapti-da bu yerda. Masalan, jon boshiga to'g'ri keladigan daromad qanchani tashkil etyapti? Yoki jon boshiga to'g'ri keladigan nima ish haqi? Hozirgi kunda Toshkentda bu nima deyilyapti? 10 million tashkil etadigan bo'lsa, o'zi eng yuqorisi Toshkent, Navoiy, Toshkent viloyati. O'rtachasi esa respublika bo'yicha nima deyilyapti? O'sha 5,5 millionni tashkil etadi. Boyagisi me'yorlisi deganda, boyaga aytgandek chegara bor, chegara. Oshadi, oshganga yarasha oshiladi iste'mol. O'rtacha deganda bu yerda statistika ketyapti, hisob-kitob qilinadi, o'rtachasi olinadi. Bu respublika miqyosida degandek. Bu yerda mana psixologik qonunga ko'ra me'yoriy moyillik 0 dan 1 gacha bo'ladi deb aytilyapti. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, o'zgarishi, ya'ni o'sha chegara bo'lganligi uchun, me'yor bo'lganligi uchun deyapti, milliy daromadning o'sishi natijasida iste'mol ham o'zgaradi, lekin undan oshmagan holatda deb aytilyapti. Oshi faqatgina nima deyapti? 0 dan 1 gacha bo'ladi. Boyagi nima deyilyapti? Cheklanganligi. Endi boyagi aytdik, milliy daromad y teng bo'layapti nimaga? Iste'molga plus jamg'armaga. Iste'molni ko'rib chiqdik o'sha. Endi jamg'arma. Jamg'arma qayerdan kelib chiqadi? Bu yerda jamg'armaga bo'lgan moyillik. Masalan, men 10 million deb aytdim, 10 million bo'ladigan bo'lsa, 10 millionni masalan men nima deyiladi? Mayli, o'sha 5 millionni iste'molga xarajat qilib borsam, o'zimga kerakli bo'lgan oziq-ovqat, kiyimlar olsak, 5 millionni nima qiladi? Jamg'armaga olib qo'yaman. Jamg'arma degani men sandig'im ichiga solib qo'yish degani emas. To'g'ri, sandiq ichiga ham solib qo'yish mumkin, bankka olib borib qo'yib qo'yish mumkin, lekin kelajakda boyagi Y ni milliy daromadni ko'paytirish uchun biz o'sha jamg'armani sandiqqa solib qo'yishimiz kerak emas, uni biz ishlatishimiz kerak. Ishlatish uchun esa uni biz investitsiyaga aylantirishimiz kerak. Bu esa kelajakda ham iste'molni ko'payishiga olib keladi, ham o'zimizni jamg'armamizni ko'payishiga olib keladi. Mana bu me'yoriy moyillik. Xuddi boyagi ko'rganimizdek bu S harf bilan aytilyapti. Mana Y oshgan sari nima ham oshadi? Jamg'arma ham oshadi. Lekin boyagi milliy daromad oshganchalik emas deyilyapti. Buni hozir sababini ko'rsataman sizlarga keyingi slaydda. Keyin jamg'armaga bo'lgan o'rtacha moyillik. O'rtacha moyillik oshishi bilan, milliy daromad oshishi bilan jamg'arma ham oshadi deyilyapti. Ya'ni bu jamg'armani bilish qiyin-da. Tushunyapsizlarmi bu yerda? Bu aholining jamg'armasi necha foiz? Qachon siz bankka qo'ysangiz, u bilinadi. Qachonki siz uni pul mablag'ini uyingizda saqlasangiz, uni nima qila olmaydi? Hisob-kitob qilib bo'lmaydi deyilyapti bu yerda. Lekin shuni bilish kerakki, mana 100% deb 100 deb oladigan bo'lsak Y ni, milliy daromadni, boyagi ikkalasini nimasi yig'indisi, ya'ni iste'mol bilan jamg'armani teng bo'ladi. Lekin har xil bo'lishi mumkin. Kimda iste'mol 6 bo'ladigan bo'lsa, jamg'arma 4 bo'ladi. Kimdadir jamg'arma masalan 7 bo'ladigan bo'lsa, iste'mol 3 bo'ladi. Bundan kelib chiqyaptiki, milliy daromadning o'sishi 2 ga bo'linib boradi. Ana delta deyotganda, iste'molga va jamg'armaga. Endi multiplikator formulasida buni Keynes aytganki, ishsizlik darajasini kamaytirish uchun nima qilish kerak degan. Boyagi Y barobar S iste'mol plus boyagi nima deyilyapti bu S deyilganda o'sha S jamg'armani to'liq nimaga aylantirish kerak? Investitsiyaga aylantirish kerak. To'liq investitsiyaga aylantirganda boyagi nima 100 milliy daromad nimaga teng bo'ladi? 100 investitsiyaga. Ya'ni biz iste'mol qilmaymiz. Nima uchun? Chunki o'sha iqtisodiyot oyoqqa turib olishi uchun deyilyapti. To'liq jamg'armani investitsiyaga nima qilish kerak? Aylantirish kerak. Mana shu milliy daromadning nimasi o'sishi, investitsiyalarning o'sishi tufayli nima qiladi? Yuzaga keladi. Shuning uchun bu yerda teng formulasini nima qilyapmiz? Qo'yyapmiz. Endi akselerator samarasi, akselerator bu nima degani bu yerda? Endi investitsiyalarga e'tibor bergan John Maynard Keynes o'sha deyilyapti, o'sha ish bilan bandligini ta'minlash uchun samarali talabni, ish o'rinlarini yaratish
uchun nima investitsiyalar iqtisodiyotga nima qilish kerak, jalb etish kerak deyilyapti. Ya'ni investitsiyalarning qanday ishlatilishi eng muhim ahamiyat kasb etadi. Bu industrialashgan investitsiyalar tushunchasini kiritdi. Investitsiyani ko'proq qayerga kiritish kerak? Sanoat tarmoqlariga kiritish kerak. Chunki sanoat tarmoqlari asosiy mahsulotlarni nima qiladi? Ishlab chiqariladi. Endi akselerator degan so'zning ma'nosi nimada? Bitta korxonani, endi korxona misolida aytaylik, bitta korxonani oladigan bo'lsak, o'sha investitsiya kiritishdan oldin qancha mahsulot ishlab chiqardi va investitsiya kiritgandan keyin qancha mahsulot ishlab chiqarildi. Ikkalasining o'rtasidagi farq bu boyagi nima deyilyapti? O'sha akselerator deb olinadi. Bu yerda birinchi o'rinda nima olingan daromad. Mahsulotlarni ishlab chiqargandan keyingi daromadlar bilan nima qilinadi? Farqlanadi. E'tiboringlar uchun rahmat.